Payg'ambar alayhissalom hozir huzuringizga bir kishi kiradi. U jannat ahlidandir dedilar. Sahobalar qarashsa, bir kishi oyoq kiyimini qo'ltig'iga qistirib kirib keldi. U hozirgina tahorat qilgan ekan. Yuzidan suv tomchilab turardi. Mashalloh, qanday baxtli inson-a. Qaniydi uni o'rnida men bo'lib qolsam. Subhanalloh. Masjidda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan birga o'tirgan edik. Hozir huzuringizga bir kishi kiradi. U jannat ahlidandir dedilar. O'sha odam kimligini aytaymi? Albatta aytgin-da. O'sha odam sizsiz, amaki. Men ota-onam sizga fido bo'lsin, yo Rasululloh. Ha, siz. Shuning uchun ortingizdan uyingizgacha keldim. Lekin payg'ambarimiz bashorat beradigan qanday amalim bor ekan, o'zim ham hayronman. Alloh rozi bo'ladigan qandaydir amalingiz bo'lishi kerak. Menga qara o'g'lim. Labbay. Bir amalim bor xolos. Men har kuni kechqurun yotishdan oldin birorta musulmonga nisbatan qalbimda gina qudrat, dushmanlik, nafrat, hasad qoldirmay uxlayman. Shu amalim bor xolos. Yo Alloh. Subhanalloh.